bu уже katta supermarket va gipermarket qo'ydiradigan texnika hisoblanadi. Birinchi narsa nimadan boshlaymiz? Skaner, kassaga qo'yiladigan skaner. Ko'rishingiz mumkin, to'rtburchak model. Bunga tovarni urayotganingizda boshqalardan farqi ovozi katta va baland chiqarib beradi va o'qish tezligi ko'rishingiz mumkin, juda ham tez o'qiydi. Katta skaner, tak, bu skanerning narxi 1,400,000 so'm bo'ladi. Yaxshi modeli, MyPost modeli. Также yana ham zo'r model xohlaydigan bo'lsangiz, bizning omborimizda bor. Hozir sizlar ko'rgan texnikalardan tashqari bizda yana ko'p assortimentda texnika bor. U yana ham qimmat, zo'r качественный texnika hisoblanadi. Keyingi narsamiz bu monoblok. Bu stoykaga xohlagan monoblokingizni joylashtirib bera olasiz. Avvalgi monobloklarni ham o'rnatsa bo'ladi. Men sizga aytgan 4,500,000 so'mlik monoblokka ham bemalol ilsa bo'ladi. Undan oldin aytgan 3,250,000 so'mlik monoblokka ham bemalol shunga ilib qo'ysa bo'ladi. U oyog'i alohida yechoriladi, bu monoblok polkaga yechib qo'yib qo'yiladi. Bu ekranimizda, kстати, sensor ishlaydigan versiyasi bo'ladi, sensor ishlamaydigan versiyasi bo'ladi. Xohishingizga qarab. Bu ekran показочный. Misol, men klientman, keldim, nima narsa olayotgan bo'lsam, hozir ko'rsatib beraman. Programma o'rnatilgan bu narsaning ichiga. Mana, nima narsa olayotgan bo'lsam, avtomatik menga mashinadan olayotgan narsamni ko'rib turaman, nechta olyapman, qanaqa narx bo'yicha. Bu yoqqa esa aytganimdek reklama tushirib yuborishingiz mumkin. Bu bizning programmamiz logotipi Regos programma. Shu o'rnatilgan. Xo'p. Hozirgi siz ko'rayotgan narsangizga mana check printerimiz. X printer, check printer oxirgi ko'rsatib bergan modelim. Qog'oz tugagan bo'lsa, sizga ovoz beradi. Rukovoy indikatorlari mavjud. Qog'ozni juda ham katta tezlikda chiqarib beradi. Check printerimiz shu stoykaga o'rnatilgan bo'ladi. Stoyka bu alohida narsa. Hozir stoyka ko'rinishini, shuni rasmini ham qo'yib yuboramiz, qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Stoykada check printer joylashtirsa bo'ladi. Xo'p, bu tarafdan siz ishlayotgan terminalingizni ichiga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Shuni terminal qo'yib qo'yasiz. Kassada ishlaydigan kassir juda sodda va qulay. Mana, hozir ko'rishingiz mumkin, chek chiqarib beraman. Chek chiqadi, srazu klientingizga chekka beraverasiz. Bu oddiy ekran, bu monoblok emas. Oddiy kompyuter передачаны qilib beradigan ekran ham bu yerga ilib qo'yishingiz mumkin. O'zingiz ekraningiz bo'lsa ham, ekran primerni narxi 1,000,000 so'mgacha bo'ladi. Mana shu ekran klientga ko'rsatib beradigan. Stoykaga keladigan bo'lsak, stoykamizning narxi 2,850,000 so'mdan boshlanadi. Shu общий stoykamiz narxi. Siz xohishingizga qarab, razmeriga qarab, shundan narxi o'zgaradi. 2,800,000 so'mdan 3,5 so'mgacha stoykaning narxi razmeridan kelib chiqadi narxlari. Monoblok esa oldin aytib ketgan monoblokim shu 4,5 so'm, xohlasangiz 3,200,000 so'mlik monoblok ham bu yerga ilib qo'yishingiz mumkin bemalol. Даже 2,750,000 so'mlik monoblok ham bu yerga ilib qo'yishingiz mumkin. Xohishingiz. Check printer ham xuddi shu. Skaner esa tagiga alohida skaner uchun pastavkachasi bor, mana ko'rishingiz mumkin. Xohlagan skaneringizni shuni tagiga tushirib qo'yishingiz mumkin. Hamma texnika bo'yicha obzor qilib berdik. Endi qolayotgan narsamiz bu tarozi. Do'kon uchun muhim narsa hisoblanadi. Bu tarozimiz juda ham mashhur Strix M tarozi. Bu tarozilarni siz juda ham katta do'konlarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ham kichkina do'konlar ham o'rnatadi. Strix Print Rossiya tarozi 1 yil kafolatiga ega va полностью O'zbekiston sertifikatiga ega. O'zbekiston haroratiga mo'ljallangan, kiloda grammajda raznica bermaydigan tarozi hisoblanadi. Korpusi полностью temir bo'ladi. Hozir ko'rishingiz mumkin. Polni temir korpus. Hozir ichini ham sizga ko'rsatib beramiz. Tarozining ichi полностью temir, termogolovkalari hamma narsa temir. Bir marta o'rnatganingizdan keyin sizga ancha xizmat qilib beradi. Ham chek chiqish sifati. Hozir biz bu tarozini sizga ishlashini ko'rsatib beramiz. Chek chiqarib berishini bu hozir programmaga ulanmagan. Bu tarozilar обязательно programmaga ulangan bo'lishi kerak. Hozir tovarni kodini terasiz, chekini chiqarib beradi. Cheklari chiqqan, cheki juda ham tiniq va chiroyli chiqarilgan.
keyin hozir ko'rsatib beramiz sizga. Bu tarozida esa knopkalar mavjud. Sensorlik hech qanaqa tarozi emas. Mana knopka. Tarozimizda aytgancha 20 mingtagacha tovar eslash xotirasiga ega. 20 mingta tovar esla oladi. Misol mana ko'rishingiz mumkin, bir knopkasi bor. 1 2 3 4 bu degani misol siz kartoshka sotasiz do'koningizda, bir raqamiga kartoshka xotirasiga yozib qo'yishingiz mumkin. Kartoshkani qo'yadigan bo'lsangiz, avtomat tarzda birni bossangiz, sразу kartoshka narxini urib beradi. Mana ko'rishingiz mumkin. 1000 so'm kilosi. Chek bosganingizda sразу sizga chek chiqarib beradi. Bu tarozi 20 mingta xotiraga ega, sensor emas. Nimaga sensorlik tarozi bunga qaraganda qiyinroq ishlash? Misol siz kartoshka tortyapsiz. Sizni qo'lingiz kir, loy bo'lib qoldi, sensor bosganingizda sezmaydi yoki boshqa sonlarni bosib yuboradi. Kimdirning qo'li misol qo'pol. Shuning uchun bu tarozi juda udobniy va sifatli. Shu 1 yil kafolatiga ega Rossiya Shtrix-M tarozi. Takja tarozining Xitoy versiyalari ham bo'ladi. Bu tarozimizning narxi 6 million 750 ming so'm bo'ladi. 1 yil kafolatiga ega tarozi. Arzonroq tarozi ham bor. Eng arzon bizani Xitoy tarozimiz chek chiqaradigani 3 million 570 ming so'm bo'ladi. Ko'rinishini hozir shuni rasmini qo'yib yuboramiz. Tarozimizning garantiyasi 2 oy yo 1 oy atrofida bo'ladi. Programmadan keyinchalik ehtimoli bor chiqib ketadi yoki ozgina boshqacharoq informatsiya berishi mumkin. Xo'p, yana bitta o'rtacha variantimiz bor. 1 yil kafolatiga ega, polniy sertifikat hamma narsadan o'tgan Rongta tarozisi bo'ladi. Xo'p, u tarozimizning narxi 5 million so'm bo'ladi. Sifatli 1 yil garantiyaga ega tarozi. Shunda 3 million 570 ming so'mlik chek chiqaradigan tarozi bu eng arzon varianti. O'rta yaxshi sifatli tarozimizning narxi 5 million so'm bo'ladi. Eng ko'p ishlatiladigan Shtrix-M rossiyskiy tarozining narxi 6 million 750 ming 700 ming so'm sotiladigan tarozi rossiyskiy Shtrix-M. Shu tarozi tagida bizda denejniy yashik turibdi. Ko'p kishi buni kassa deydi. Bu yerga pul solinadi. Bu denejniy yashigimiz simi mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin sim. Sim cheki printerlar orqasiga ulanadi. Chek chiqqan paytda avtomat tarzda bu kassamiz ochilib beradi. Denejniy yashigimizda 4 slotligi bo'ladi, 6 slotligi bo'ladi va 8 ta slotlik denejniy yashigimiz bor. Narxiga keladigan bo'lsak, farqi eng arzon denejniy yashigimiz 650 ming so'm bo'ladi. Eng arzon denejniy yashigimiz 4 slotlik, keyin yana 6 ta slotlik, 6 ta kupyura yacheykasiga ega denejniy yashigimiz bor. Uni narxi 720 ming so'm bo'ladi. 8 ta slotlik denejniy yashigimiz mana shu yerda hozirgi payt bor. Ko'rsatib berishim mumkin. Bu yerda 8 ta slot bor. Bu degani 8 ta yacheyka pul qo'yishingiz mumkin. 8 ta slotlik denejniy yashigimiz 890 ming so'm bo'ladi narxi. Bu eng katta denejniy yashik hisoblanadi, lekin ko'rinishiga razmeri bir xil. Prosta ichida yacheykalarida farqi bor. Agar sizlarda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni va Telegramni qoldirib ketamiz. Ashga murojaat qilishingiz mumkin. Bundan tashqari bizda yana ko'p qilingan o'sha proyektlar eng kichkina do'kondan boshlanib va katta super gipermarketga bo'lgan proyektlarni tugatganmiz. Bizning Instagram profilimizga, YouTube profilimizga o'tib polностью ko'rishingiz mumkin videolarni. Qaysi do'konlarni qilib berganmiz, klientlarning otzivlarini ko'rishingiz mumkin va bizning o'zimiz saytimiz ham bor. Sayt silkasi ham pastda qoldirilgan bo'ladi. Saytga kirib, оборудование haqida, programma haqida ma'lumot eshitishingizz mumkin bo'ladi. Bugungi obzorimiz tugadi. Endi оборудование ichiga programma ham o'rnatib berishimiz kerak, to'g'ri. Programmasiz оборудованиеңiz ishlamaydi. Programma bu oziq-ovqat sistemani polностью hisoblaydigan narsa hisoblanadi. Остатка, приход, расход, kassiriz nima narsa sotyapti, qanaqa narx bo'yicha sotyapti siz tovarlaringizni. Bu hamma narsani hisoblab beradigan programmamiz bor. Programmani ko'rish uchun Telegramga yozinglar. Telegramdan video darsliklari bor, tashlab yuboramiz. To'liq bu narsani olganingizdan keyin sizda savolingiz bo'lishi mumkin.
qandoq qilib men bu narsani ishlataman, qanaqa qilib men hech narsa tushunmayman u. Oldin ishlamaganman shu narsada. Men sizni tushunaman, hoji akalar. Bizada единый call centerimiz mavjud. Siz любой payt bizani call centerimizga telefon qilishingiz mumkin. Bolalar masofada sразу kompyuteringizga ulanib, siz tushunmagan narsangizni aytasiz. Kompyuteringizga shunaqa programma o'rnatilgan bo'ladi. Hozir ko'rsatib berishim mumkin. Kompyuteringizga shunaqa programma o'rnatilgan bo'ladi. Bizani ishchimizga mana shu nomeri chiqadi. Shu nomerni aytasiz. Ular sizni kompyuteringizga ulanib, siz tushunmaydigan savollaringizni berasiz. Ular ko'rib, tushuntirib, ko'rsatib bera oladi. Viloyatlarga esa O'zbekiston viloyatlariga biz полностью оборудованияni chiroyli narxlarda dostavka qilib berishimiz mumkin. Xohlasangiz katta do'koningiz bo'lsa, bizning xodimimiz yoningizga borib, tushuntirib, o'rgatib, ustanovka qilib berishi mumkin. Va undan tashqari biz masofada ham ustanovka qilib bera olamiz. Sizga ancha arzon va qulay aylanadi va sodda tushunasiz hamma narsani. Xo'p, programmaga qiziqadiganlar uchun men pastda ссылка qoldiraman. Telegram profilimga siz menga yozib qo'ysangiz, men sizga полный programma bo'yicha ma'lumot tashlab yuboraman va dastur sizga video svязь orqali ko'rsatib bera olamiz. Также ofisimizga kelishingiz ham mavjud. Ofisimizda mana ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari yana ko'p оборудование bor, ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Полностью ko'rsatib tushuntirib beramiz. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi qoldirilgan nomer Telegram, YouTube, Instagramga yozishingiz mumkin. Siz bilan sразу bog'lanamiz. Sizga mos bo'ladigan komplekt yig'ib beramiz akalar. Sog' bo'linglar, charchamanglar.